Assalomu alaykum akalar opalar. Mana bu mashinamiz siroshan sotuvga chiqmoqda. Bu mashinamiz yili 1970-yil. Balon holatlari mana holatlar a'lo darajada, ko'p yurmagan, balon holatlari yaxshi. Mana bu kraska bo'lmagan, hammasi mana kraskalar o'zi ratnoy turibdi. Mana bu boslari, orqa bolotlar holatlari ham yaxshi. Siroshan hozir sotuvga qo'ymoqdamiz. Egalaridan aytish bo'yicha pul kerak sababi buni sotmoqchi. Mana orqa holatlardan mana orqa holatlari ham yaxshi. Bu 53 emas, bu bortovoy, buni o'zi ko'tarmaydi, prosta bu bortovoy, bu samosoval emas. Mana bu tomondagi balon holatlari ham mana yaxshi. Mashina holati a'lo darajada. Hozir sizlarga ishlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Ishlari mana rollari, salon holatlari mana. Salon holatlari mana shuni. Bolalari egalari aytgan bo'yicha bolalari zavodskoy deyishadi. Bolalari mana zavodskoy ekan. Baloni gaz balon ekan, 7 talik. Mana balonlari mana. Taglari ko'p chirigan joylari, udaraygan joylari yo'q, hammasi zavodskoy o'zini kuzovlarida turibdi. Mashinamiz ko'rinishlarini uzoqdan ko'rsataman. Mashinamiz ko'rinishlari mana. Hozir egalarning raqamini qo'yib qo'yaman. Agar kimda kim qiziq bo'lsa, mana shu raqamga telefon qilaverasizlar. Nomeringizni aytib o'ring qani? 93lik nomerlar, egalar nomerlari 93lik 353 70 87. Yana bironta raqam aytasizmi? 93lik 725 99 48. Egalar nomerlari, agar kimda kim qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Manzilimiz Samarqand viloyati Urgut tumanida. Agar kimda qiziqtirgan savol bo'lsa, egalariga bemalol telefon qilib, adresini olib bemalol kelishingiz mumkin.